Assalomu alaykum hammaga. Bugun men sizlarga ingliz tilini endigina yangi boshlayotganlar uchun birinchi darsni o'tib bermoqchiman. Bu birinchi darsimizda harflarni o'rganamiz va harfdan keyingi o'rganilishi muhim bo'lgan qoidalarni o'rganamiz. Xo'p, xullas ingliz tilini o'rganaman deb niyat qilib yaxshi maqsadlarni qo'yib kirganlar uchun inshaalloh birinchi darsimiz manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Xo'p, boshladik. Birinchi o'rinda har bitta tilni o'rganishdan oldin uni alifbo harflarini birinchi o'rinda o'rganib olishimiz kerak. Ingliz tilidagi harflarni o'rganish uchun men juda ham oson struktura, oson tuzib qo'ydim. Masalan, buni biz o'zbek tilida A desa, ingliz tilida A deymiz. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bu Z harfini britanchada Z deb ataladi, lekin amerikancha Englishda Z deb aytiladi. Z va Z ikkalasi ham to'g'ri. Okay, adashmasam bo'laveradi. Xo'p, oson yodlash uchun men shunaqa qilib yozib chiqqanman o'zbekcha o'qilishini. Shu orqali yodlab olishingiz mumkin. Va ingliz tilida xuddi o'zbek tilida bo'lgandek unli harf, undosh harflarimiz bor. Bizda unli harf o'zbek tilida xuddi A, E, I, O, U bo'lgani kabi ingliz tilida ham xuddi shunday qoidamiz o'zgarmaydi. Okay? Xo'p, endi harflarni o'rganib bo'lgandan so'ng biz shu qoidalarni yaxshilab o'rganib olishimiz kerak. Bu qoidalarni o'rganmasak, katta darajaga, masalan, IELTS darajasiga borganimizda ham shu oddiy qoidalarda xato qilib yurishimiz mumkin bo'ladi va bu xato bizga imtihonda, examda juda ham qimmatga tushishi mumkin. Xo'p, birinchi o'rinda A harfidan so'ng ikkita L kelsa so'zimizda ichida shunaqa birlashsa, biz A harfini O qilib o'qiymiz. Shunda all bo'ladi. Bizda misolli so'zlarimiz bor. Masalan, o'zbek tilida biz ball desak, ingliz tilida bu ball bo'lib ketadi. Chunki A dan so'ng ikkita L kelsa, A'imizni O qilib o'qiymiz. Call, small, all, tall, fall. Tushunib olgan bo'lsani yaxshi. Ikkinchi qoidamiz, I harfi so'zni oxirida kelsa, talaffuz qilinmaydi umuman. O'zbek tilida biz buni make deb o'qishimiz mumkin, lekin ingliz tilida make deb o'qiymiz. Oxiridagi I harfimiz talaffuz qilinmaydi. Make deymiz. Bake, snake, cake, apple, kite. Bu so'zlardan buni bilmasligingiz mumkin. Masalan, tayyorlamoq, bajarmoq bo'ladi. Bake, non yopmoq yoki nimadir yeyiladigan narsani duxovkada pishirmoq. Snake, ilon, cake, tort, apple hamma bilsa kerak. Kite bizda varrak deb ataladi. Xo'p, agar so'zimizning ichida ikkita I harfi, biz I deymiz, buni o'zbek tilida E deyiladi. Ingliz tilida ikkita I harfi teng kelsa so'z ichida, buni I deb talaffuz qilamiz. I deb turib uzoq talaffuz ham qilmaymiz. Masalan, B, sheep, sea, feet, seed, meat. Okay? Meat deb turib cho'zib aytmaymiz.
Endi so'zimizda ikkita o harfi kelsa, ingliz tilida o deyiladi. O. Ikkita o harfi kelsa, biz so'zimizda u qilib o'qiymiz. Masalan, book deymiz. Bog demaymiz, to'g'rimi? Cook, good, pool, moon. Okay? Endi bu qoidadan tashqarida mana bu ikkita so'zimiz bor. Buni door, floor deb ataymiz. Okay? Hop. Endi C harfi, biz C harfini ikkita vazifasi bo'ladi. Birinchisi K vazifasida keladi, ikkinchisida C o'zini vazifasida keladi. K vazifasida kelgan vaqtda so'zda C dan so'ng A, O, U harfi kelsa, K qilib turib talaffuz qilinadi. Masalan, cat, mushuk, cost, cup, coffee, coat, can. Okay? Endi o'zini vazifasida C vazifasida kelsa, C harfidan so'ng E, I, Y harflari keladi. Shunda biz C talaffuz qilamiz so'zda. Masalan, sell, cinema, cycle, city, certain. Okay? Bu qoidalar boshlanishiga ozgina qiyin bo'lishi mumkin, lekin shu qoidalarni yaxshilab eslab qolsangiz, katta darajaga o'tganingizda ham xato qilib yurmaysiz. Men ko'p IELTS o'qib yurgan o'quvchilarni ko'raman, shu so'zlarda xato qilib qolishadi ko'proq. Ayniqsa mana bu so'zlarda. Masalan, K harfidan so'ng N harfi kelsa so'zda K harfini talaffuz qilinmaydi. Masalan, buni knit demaymiz. N'ni o'zini talaffuz qilamiz. Need, knife, know, knee deb talaffuz qilamiz. Undan keyin Q harfidan keyin biz Q deb ataymiz ingliz tilida, o'zbek tilida Q bo'ladi. Q harfidan keyin U kelsa, ingliz tilida KV qilib talaffuz qilinadi. Masalan, queen, qirolicha bo'ladi. Quit, question. Okay? K dan keyin V keladi. Buni biz K qilib o'qiymiz shunda. Okay? Hop. Endi Y harfini ham ikkita vazifasi bor. Ikkita emas, 3 ta vazifasi bor ekan. Birinchisi so'z boshida kelsa Y harfida talaffuz qilamiz. Agar so'z oxirida kelsa I harfida talaffuz qilamiz. Masalan, Mary, tidy, Sally, cherry. Okay? Endi so'zda unli harf yo'q bo'lgan so'zlarimizda I qilib turib talaffuz qilamiz. Masalan, sky, fly, dry, spy, cry bo'ladi. Okay? Endi S harfimiz ikkita unli harfi o'rtasida kelsa so'zimizda Z qilib talaffuz qilamiz. Birinchisi rose, close, rise. Okay? Xullas, bugungi qoidamiz shular edi. Men sizlarga buni Telegram kanalimda PDFsini tashab qo'yaman. Alfavitda ham PDFsini tashab qo'yaman. O'rganishni xohlaganlar menga Telegram akkauntimga aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, men bu darslarni, onlayn darslarni yana davom etaman. Onlayn darsga qo'shimchasiga yangi reading, yangi listening, eshitish uchun, o'qish uchun materiallarni tashab boraman. Hozir birinchi o'rinda siz o'rganishingiz kerak bo'lgan narsa bu grammatika va yangi so'zlar. Rahmat hammaga tomosha qilganingiz uchun.